bermoqchi bo'lganlar mikrofonni ochaman. Nima Alo, assalomu haqida? alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum O'zi assalom. Assalomu alaykum. yaxshimisiniz aka? Birinchi urinishda tushib Rahmat. qoldim. Man Baxtim aka. Ah, Hozir girdim, qarasam Xo'sh, pryamoyingiz bo'lib turar ekan. Nima diyecek edim? ojiz. So'rang. Savdoyim yaxshi bo'lishi uchun, ishim yaxshi yo'llarim ochilishi uchun qaysi zikrni aytyuring, nima ishlating, sog'lom bo'lib yurishim uchun ko'p yig'laydim bo'lganmanda. Mhm. Shunga Og'iz, ishlatsam bo'ladi. og'iz kim? Maysagul. Maysagul. Otiz buncha chiroyli. Turkmanman. Umringiz uzoq bo'lsin Maysagul. Otizdan xo'sh ekan. 26-yil siz uchun yana ham chiroyli, go'zal kelsin. Давайте man adabiy tilda gapiraman, что hamma tushunsin uchun Maysagul. Yaxshi. Birinchi navbatda tamom jonim, rahmat. Birinchi navbatda endi mikrofoningizni o'chirsangiz bo'ladi bemalol. Birinchi navbatda biz qilishimiz kerak bo'lgan bitta narsa, savdoingiz yaxshi bo'lishi uchun siz birinchi savdongizda niyatingiz qanaqada? Masalan, molingizni o'tkazishmi yoki kimdir shundan manfaatdor bo'lsinmi, go'zal natija masalan, Jo Vitali degan amerikalik bitta psixolog bor, marketolog psixolog. O'shani hamma butun kitoblarini o'qib chiqadigan bo'lsangiz, sen sotayotgan narsangda sen narsang o'tkazishni mi xohlaysan yoki naf berishini mi xohlaysan? Odamlar shundan maza qilib foydalanishini mi xohlaysan? Deyapti-da. Ya'ni siz sotayotgan narsangizni voy nega sotilmaydi deb emas. Masalan, palto sotyapsiz-da, palto sotgan paytingizda shuni maza qilib kiysin. Niyat go'zalligi. Yoki bo'lmasam, tort sotyapsiz-da, masalan, bolalar maza qilib yesin. Shokolad sotyapsiz-da. Mana shuning uchun masalan marketingda, islomiy marketingda sigaret, aroq, narkotika sotishni qoralaydi yoki ishlab chiqarishni yoki sotishni qoralaydida. O'sha biznes bilan shug'ullanmaymiz deydilar-da, Ibrohimgul opam. Ya'ni siz qachonki shu narsani o'zingizda niyatingizni, masalan, sizni sotayotgan narsangiz qarshidagi odamga qanchalik foyda keltirayotgan, uni maza qilib ishlatishi, maza qilib yeb ichishi, maza qilib kiyishini diqqat qaratadigan bo'lsangiz, sotishingiz go'zal bo'ladi. Sizni niyatingiz, qarashingiz, ya'ni fokusingiz nimaga qaratilganda, nimaga urg'u berilyapti-da. Birinchi bu. Ya'ni siz sotayotgan narsangiz o'tsin shu deb emas. Keyin o'tirgan joyingizda Maysagul. Ho'ponopono texnikasi bor. Amerikanskiy o'sha psixolog tarafidan aytilgan va o'shani nima qilsangiz bo'ladi. Bitta odam bo'ladi. Nima desam, ruhiy kasallarni davolash uchun Tailanddan emas, nimadan? Tailandga o'xshagan yana bitta o'lka bor, yana bitta davlat bor o'sha joydan. Aytadiki, biza o'sha Tailandga o'xshagan bitta joyda bitta tabib bo'ladi, tabib. Keyin unga xabar keladi Amerikadan. Bizada vaziyat og'ir. Bizada juda ham ko'pchilik odam ruhiy kasal va ularni bitta anaqada kamerada qo'yibmiz, ya'ni mana bu qamoqxonada qo'yibmiz. Ularni kirmoqchi bo'lgan, ularga yordam bermoqchi bo'lgan medsestrani ham o'ldiryapti, o'ldirmoqchi bo'lyapti-da, ularga otilib ketyapti. Tajovuz qilmoqchi bo'lyapti. Oshpazga ham kim ularga yordam bermoqchi bo'lsa, ularga yomonlik qilyapti. Chunki ular ruhiy kasal. Ham ular ruhiy kasal bo'lgan, ham ular anaqa kamerada yashagan, qamoqdagi killer bo'lganda, ular odam o'ldirgani uchun ular qon ko'rib juda ham yomon bo'lib ketgan, vahshiylashib ketgan. Qanday yordam beramiz? Aytingchi, qanaqa bizni qo'limizdan keladi shularga yordam berish degan paytida Hugh Lin degan tabib aytadiki, men yordam beraman deydi. Lekin bitta shartim bor deydi. Bittagina shartim bor deydi. Endi sizni savdoyingizga aloqador bo'lgan joyi bor-da. Lekin shart deydi, o'shalarni kasallik varaqasini va ism familiyasi, ular haqida dokumentlarni hammasini deydi, menga deydi faks orqali jo'natasizlar. Bitta shartim shu deb. Qog'ozga qaraydi, shunchaki o'qib o'tiradi. Meni kechir, seni sevaman. Seni sevaman, seni sevaman. Bir marta meni kechir, 3 marta seni sevaman. Bir marta meni kechir, 3 marta seni sevaman. Begona odam. O'sha bir masalan nimasi emas, qarindoshi emas, tanishi emas, bilishi emas hech kim. Hyuling qayerda, u kolonna kameradagi odamlar qayerda-da. Lekin vaqt o'tadi, 1 yil, 2 yil o'tgandan keyin shularning hammasi kameradagi qamoqxonadagi killerlar sog'lom hayotga qaytadi. Sog'lom hayotga o'tadi va
hatto o'zini biznesini ochadi. Masalan, bir stakan suv olib, "Meni kechir, seni suyaman" deb ichgan paytingizda, masalan, farqi yo'q, 40 marta ayting, 440 marta farqi yo'q. Sizni vujudingiz yosharib boshlaydi. Eee, "Meni kechir, seni suyaman, sendan minnatdorman, tashakkur" mana shu 4 ta so'zda deyaptiki, Hyulin aytyaptiki, siz buni rak bo'lgan odamlarga ham shifolasangiz bo'ladi yoki bo'lmasam keyin shunda Jo Vitale endi bu yerda Hyulin bilan bo'lgan shu voqeani aytib yozyapti Jo Vitale. Jo o'zini shu nimasini nima deydi, eksperimentini yoki shu voqealarni bitta biznesmen jo'rasiga aytadi. Biznesmen aytadi, "Man" deydi, "nimadaman" deydi. "Sug'urta kompaniyam bor" deydi. Ya'ni savdo-ku bu ham. "Sug'urta kompaniyam bor, sani bu sog'liqqa yaxshi ta'sir qilishi mumkin, lekin man" deydi, "kelgan klientga 'Meni kechir, seni sevaman' deb aytolmayman-ku" deydi. Keyin shunda Jo bunaqa deydi, "Tom" deydi, "Давайте bitta ish qilamiz" deydi. "Nima qilamiz?" desa, "Mana shu gaplarni sen ichingdan aytasan. 'Meni kechir, seni sevaman' 3 marta. Seni sevaman. Meni kechir, afsusdaman, meni kechir, tashakkur, minnatdorman, tashakkur." Da, masalan, "Boringga shukur" nima eng shirin so'zlar. Rahmat, rahmat ham borda. Shu gaplarni aytgandan keyin o'sha Jo Vitaliyani jo'rasi, sug'urta kompaniyasi bor bo'lgan bola, aytyaptiki, keyingi 9 oy ichida deydi, 10 yil ichida o'smagan darajada o'sib ketdi mani sug'urta kompaniyamdagi barakat deydida, yoki bo'lmasa barokat oshdi, sug'urtalaydigan odamlar ko'paydi deydi. Nima qilgan desa, ichidan ofisda o'tirgan, ichidan gapirib o'tirgan. "Meni kechir, seni sevaman, sendan minnatdorman, tashakkur." Shunchaki. YouTube'ga yozsanglar ham judayam ko'p informatsiya chiqadi bu Ho'oponopono texnikasi bo'yicha. Nima demoqchiman? Demoqchi bo'lganim bitta narsaki, biza "Meni kechir, seni sevaman" degan paytida biza o'zimizni poklagan bo'lamiz. O'zimizni tozalagan bo'lamiz. Ichimizdan g'azab, musibat, larni chiqarib tashlagan bo'lamiz. Ya'ni masalan tasavvur qiling, siz temirsiz va sizga yelim yopishmaydi-da hech qachon. Temir yelimga yopishmaydi. Qachonki siz temir bo'lsangiz, temirga yopishasiz. Ya'ni biza pok bo'lgan paytimizda bizga pok narsalar keladi. Biz nopok bo'lgan paytimizda nopok narsalar keladi. Yoki biz ichimiz bo'mish bo'lsa, bizaga bo'mishlar kelaveradi. Ichimiz podshoh bo'lsa, bizaga podshohlar keladi. Ya'ni gapimga tushunyapsizlarmi? Masalan, qanaqa desam sizga, barakatli bo'lishingiz uchun sizni ichingiz barakatli bo'lishi kerakda. Niyatingiz, sizga niyati go'zal insonlar kelishi uchun sizni o'zingiz niyatingiz go'zal bo'lishi kerak. Biza o'sha 4 ta so'zdan foydalangan paytimizda biz o'zimizni poklaymiz, o'zimizni soflaymiz, o'zimizni yuvamiz, o'zimizni gunohlardan vaqtinchalik bo'lsa ham forig' qilamiz. Masalan, shunaqa ko'rganmisiz hech qachon podshoh anaqani oldiga kelib, bo'mishni oldiga kelib nima qiladida, masalan, bosh egadi yoki bo'lmasa menga yordam ber deb so'ramaydi-ku. Har doim bo'mishlar o'sha ko'chadagi tilanchilarda, masalan, qo'shtirnoq ichidagi shular yordam so'raydi podshohlardan. Siz qachonki temir bo'lsangiz, temir degani masalan, hamma hislarni shkalasi borda, darajasi bor, o'lchaydigan darajasi bor. Masalan, 70 gerts, 80 gerts shukona hissi 380 gersdan shunaqa hozir men raqamlarda adashishim mumkin. Eng yuqori shkalada turadi, eng yuqori gersda turadida. Shukronalik, sevgi, shukronalik, minnatdorchilik, quvonchda o'sha g'am, anduh, noshukrlik pastga tushib ketaveradi. 20-10 gers bo'libdi. Siz darajangiz qanaqa hozir? Siz qaysi hisdasiz? Tushunyapsizmi? Qachonki Maysaxon dedingizmi? Demak, biza o'zingizni darajangizni ko'targaningizda, o'zingizni hislaringizni ko'targaningizda, o'zingizni niyatingizni go'zallashtirganingizda sizga pul va barokat keladi. Buning uchun siz so'zingizga e'tibor berishingiz kerak. Chunki so'zlarimiz amallarimizga ko'chadi. Amallarimiz niyatlarimizga, niyatlarimiz taqdirimizni belgilab beradi-da. Ya'ni niyatlarimiz so'zlarimizga, so'zlarimiz amallarimizga, amallarimiz taqdirimiz, qismatimizni yozamiz. Ya'ni o'zimiz yozamiz biza. Ko'pincha, ko'p hollar. Men omadsizman, hech qachon yurishmaydi omadingiz. Ishoning. Menda har doim qizil yonadi, menda har doim svetoforda anaqa yopiq yo'llarim, har doim bo'ladigan ishda oqib turgan daryo to'xtab qoladi dedingizmi, bo'lmaydi. Siz aytsangiz, bugun masalan uxlash oldidan,
Xudo xohlasa ertaga eng go'zal barokatli kunim bo'ladi. Bo'ldi. Ertalab turdingizmi? Turganingizdan. Ey Alloh taolo, ey yaratgan egam, menga qanaqa podarkalaring qo'yibsan, qanaqa barokatlaring qo'yibsan, qanaqa go'zal joydan rizqlar qo'yibsan deb uyg'ondingizmi? Bo'ldi, siz kuningiz shunaqa ketadi. Ertalab turganimizda aytgan so'zlarimiz, uxlashdan oldingi aytgan so'zlarimiz. Masalan, har kuni bizga yangi hayot beradi-ku siz. Har kuni yangitdan boshlash imkoniyati bor. Har kuni yangitdan boshlash shansi beriladi. Har bitta odamga yangitdan varoq, yangitdan umr, yangitdan kitob yoziladi-da. Bir savolim borda, Mazra opa. Men miyam to'lib ketgandan ishetsam Bo'ldi, bo'ladi, bo'ldi. masalan, Bo'ldi, bo'ldi. Stressda dedingiz, tamom, men tushundim sizni. Qarang. Inson vujudi kasal bo'lgan payti yotib davolaniladi-da, davolanishi kerak. Ruhi kasal degan, masalan, o'zidan o'zi panikaga tushsa, o'zidan o'zi qo'rqib qolsa, o'zidan o'zi yig'lasa, o'zidan o'zi baqirsa, o'zidan o'zi asabiy bo'lsa, stress bo'lsa, depressiya bo'lsa, o'shanaqa holatlarda inson yurib davolanishi kerak ekan. Ya'ni quyoshdan, yulduzlardan, oydan, yerdan, daraxtlardan, oqar suvdan, tog'lardan, o'rmondan o'ch olasizda yurib. Tushundingizmi? Shunaqa. Benim kellam hech narsa masalan ko'rib turibman, shunga kellam olmaydida. Men shunday bir narsa o'rganib turgan bo'lsam ham, masalan, men o'zim pechoniy sexim bor, tort sexim bor. Lekin bir ko'rganda qabullay olmayman shu narsani. Ko'p narsani bir ko'rgandan qabullab bilmayman. Shu mana shu programmangizni yo'qoting. Men bu hamma narsani bitta ko'rganda o'rganib olaman degan programmani kuchaytiring. Ikkinchisi, daraxt quchoqlang. Juda ham ko'p. Men bitta mana shu yerda bor edi. Bitta qiz daraxt quchoqlayvergan, daraxt quchoqlayvergan, bechora daraxt 3 oydan keyin chirib oqib ketganda. Ya'ni ayollarimiz ichida shu darajada dard borki, daraxtni o'ldiradigan darajada-da. Tushunyapsizmi? Shu Siz daraxt ichimni quchoqlang. ishlatib bo'shatsam bo'ladi shuni. Suvga ayting dardingizni, qog'ozga yozing, yoqing. Keyin uxlash oldidan "Mani miyam, xotiram kuchli" degan programmani o'rnating. Yaxshi. Rahmat Mazra opa, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Xo'p, rahmat. Nilufar xonim, mikrofoningizni ochdim. Bashorat opa, siz gapiring unda. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum salom. Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. Men aytmoqchiman, menda hammasi yaxshi. Tan joningiz sog' bo'lsin. Yangi yil hammamizga omadli kelsin. Rasmda o'sha bir vaqtda kimdan xafa bo'lsangiz rasmga qarab ayting deganingizda shu onamlarni rasmlarini ushlab birga yashayman doimo. Ishdan kelib soatlab o'tiraman, gaplashib o'tiramizu. Shuni qilmoqchi bo'ldim. Xafa bo'lganlarimni gapirsam, ustma-ust, orqama-orqa kelaverdi. Har kun Alo. Gapiring, eshityapman. Shundan keyin tushkunlikka tushganga o'xshab uyqu paydo bo'ldida, unaqa kechqurun uxlayman-u, faqat ertalab uyg'onishim qiyin bo'lib uxlaydigan bo'lib qoldimda. Shuni so'ramoqchi edim faqat. Baxtsizlikdan bo'ladi. Uyquni ko'p bo'lishi bitta sababi bor, baxtsizlikdan bo'ladi. Agar siz ko'zingizni ochgandan keyin siz xohlagan hayot bo'ladigan bo'lsa, odam mana bolalar nega ko'p uxlaydi, ayollar nega ko'p uxlaydi? Chunki ular masalan to'g'ri, u ruhiy charchoq bor, bu narsalar bor, lekin ko'pincha siz xohlagan hayot bo'lmayapti-da. Har kun siz o'zingiz xohlagan hayotni o'zingizga yaratib beradigan bo'lsangiz, masalan, bugun manti yegingiz kelyapti, manti pishirib yeng. Ertaga ko'chaga chiqib yurgingiz kelyapti, yurib keling. Masalan, 5 minut bo'lsa ham yurib keling. Yoki masalan xolangiz, ammangiz bilan gaplashgingiz kelyapti. Gaplashing, telefon. Xullas kalom. Ya'ni bizada problema Ishdan nima? o'zi piyoda kelaman, 3 kilometrcha har kun piyoda kelaman, lekin Ishingizda o'zi yaxshi ko'radigan narsalarni yaratadigan bo'lsangiz, o'shanda sizni hayotingizga go'zal narsalar kirib, ya'ni tushundim. o'zi uyqu degani mana ko'zimni ochmayman, chunki ko'zimni ochsam man istagan hayot emas degani. Tushundim. Rahmat. Sog' bo'ling. Tak, yana kimda savol bor? So'rang.
Sen sabr qil, sabrdan nishon kim ne'mat Manzura, yurakchi. Assalomu alaykum Nilufar. Manzura, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum Tuzukmisiz? assalom. Rahmat. Tanjonisom. Men onlayn 99 texnikasi o'rgandim. Muxlisaman. Yaxshimisiz? Toshkentdan. Ha, Muxlisa yaxshimisiz? Assalomu Ovozingizdan alaykum. Yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi? Tanjonisommi? Rahmat jonim, rahmat. Yangi yillaringiz bilan daraxtlarim chirib ketdi, quchoqlaverib. Sizmidingiz? Manmi? Tanjonisomi? Yangi yillaringiz bilan. Rahmat jonim, rahmat. Menda hammasi yaxshi, Manzura. Bitta tilagim bor. Siz oldingi yil butun Osiyoni aylandingiz. Endi Yevropaga sayohatga chiqing. Rahmat, minnatdorman. Birga bo'lsin hammaga. Qanaqasiz, Heppa. Tanjonisomi? Yaxshi, Yaxshi rahmat. yuribsizmi? Charchamang. Menda hammasi zo'r. Haliyam daraxt cholayman. Kecha mana kechqurungacha 4-daftarimni yozib tugatdim. Mana bugun endi xudo xolisi 26-yilga yangi daftar tutdim. Молодец. Muxlisa, siz 99 texnikadan natijalaringizni gapirib bering qizlarga. Voy, men uni so'z bilan ta'riflay olmayman. Ayting, nima Umuman bo'ldi? ta'riflay olmayman, lekin shunaqa zo'r texnikalarni bilaman. Bitta sharti, hech qanday yolg'on qo'shmasdan, bitta ham yolg'on qo'shmasdan nima natijaga erishgan bo'lsangiz shuni ayting bularga. Natijam birinchisi ishoninglar deysiz-ku. Men haqiqatda 100% ishonganman. Men sizga aytganman-ku, siz farishtasiz debchi. O'sha texnikangiz, o'sha 99 texnikani o'sha daftarga yozing dedingiz, o'shani haligacha yozaman. O'sha ertalab turib yuring deysiz, o'shani bag'ishli o'qib deysiz, uni yuraman. Daraxtim, mana mancha hozir sizni 2025-yil Rozada men sizni topganman Instagramdan. Birinchi marta, chunki Roza kirganda, o'shanda qarab o'tirganimda siz chiqib kelgansiz. De ertasi kuni keyin anaqa degansan, suvga anaqani suv ichinglar degansiz-ku. Stakanga suvni osmoni etib iching degansiz. Men o'shani qilganman-da, kechqurun menga erim men anaqa tilla bo'lmasa ham pozolotnik anaqa komplekt olib kelganlar. Qizimga bitta soat, menga o'sha pozolotnik komplekt olib kelganlar. Voy deganman-da, keyin o'shaniki shunaqa ishonganman sizga. Keyin aytdingiz-ku, tabiatlashing dedingiz. Keyin sizga aytdim, qo'limda daraxt bor dedim, keyin qaynanam ko'rib qoldilar dedim-ku, sizga rosa kuldik-ku. Eslayman. Ha, keyin uni qildim, mana haligacha qilaman, hozir endi sovroq bo'lgani uchun unaqa yurmayapman lekin. Keyin ana oyna terapiyasi bor, uni постоянно qilaman. O'sha men baxtli ayolman, men go'zalman deb uni miyamga singdirib olganman. Qizlarim ham oyi ani praktikasiga yetib qo'ying deyishadi. Uni qilaman. Keyin o'sha kechqurun ertasi xayolingizda gaplashing Alloh bilan deysiz-ku. Gaplashaman, o'zingga shukr deyman, o'sha menga nima qilgin deyman, gaplashib uxlab qo'yaman-da, keyin aytdim-ku sizga tushimda ayon bo'ladi deyman-ku. O'zim texnikangiz orqasidan-da. Mana men hozir mana kecha mana haqiqatda mana kecha anaqa daftar tugatdim 4-sinida. O'sha pastda domimizning pastida supermarket bor. O'shandan shunaqa ikkita chiroyli bloknot olib chiqdim-da. O'zi oddiy daftarga yozib yurardim. Qanaqadir ichimdan, yo'q dedim, oddiy yozmayman. Xudoyim menga shuncha narsalar beryapti. Neujeli shuni oddiy narsaga yozaman deb kecha shunaqa chiroyli bloknot oldim, ikkita. Keyin o'shanga nima qilib, rangli chiroyli ruchkalar oldim, yaltiroqli. Deb mana bugun o'tirib yozaman endi yana. Shu 5-daftarni yozaman bugun. Молодец. Lekin haqiqatan naqalingiz zo'r. Men sizni spektakllaringizni kutib Humo arenada chirib ketdim. Xudo xolasa tayyorlaninglar. 26-yil Humo arenasida. Manzura anaqa spektakl bo'lmayapti. Yo'q, opa bo'lmayapti. Telefonlarimni ichiga tashlab yeyman-da. Toshkentda bo'lsa, mabodo eshitmay qolmay telefon qilinglar. Endi o'zim o'rgandaman-ku, o'sha yerliklarni ham taniyman. Lekin 2-3 marta bordim. Zora Toshkentda bo'lib qolsa, kelib qolsangiz, nomerimgacha yozib kelganman. Lekin haqiqatda zo'r. Xudo Men xohlasa. lekin o'sha pul to'lab o'qiganimga hech aslanmayman. Men roziman. Bergan pulimga ham, olayotgan anaqa bilimlarimga ham. O'sha aytaman, endi siz bu yil endi Yevropaga chiqing. Bo'ldi, Osiyoni qo'ying. Yo'q, Shengenga chiqib Yevropaga chiqing endi. Shengenga topshirganmiz. Qarang, muxlisa, siz poklanamizda bormisiz? 99 texnikadamisiz?
Bilmayman uni. Shu ulab olganman, bilmayman uni. Lekin Anasilarga har bitta kerak. katta yuzda eshitib olaman hammasini. Молодец. Hammasini Barakalla eshitaman. bo'lsin. Lekin Duolaringiz mana shu o'zingizga ham super. yo'ldosh bo'lsin. Rahmat sizga ham. Barobar Sog' chiqaylik. bo'ling. Hammamiz shu yerda 85 ta ishtirokchi bor ekan. Shularning hammasiga Yevropa bo'ylab sayohat nasib qilsin deb duo qilaman. O'zi shundan ko'pchilik chet eldan kuzatadiganlar bor ekan. Endi bilmayman, Xorvatiya degan shunaqa joylardanman deb yozishadi qizlar. Amerika, Shvetsiya, xullas hamma joydan, Yujniy Koreyadan kecha mana Rossiyadan sanaverapman. Rosa ko'p. Kim qaysi davlatdan bo'lsa yozib yuboringlar. Qiziq ya'ni bizga juda Keyin ham o'sha qiziq. hozirni mana yo'lda mana har kuni ishga boramiz, har kuni yuramiz-ku, shu asmolarni etib ketaveraman ichimda. Etib ketaveraman. Молодец. Shunaqa men uni aytganman-ku, siz qanaqadir farishtasiz deb. Demak, boshqa so'z topolmadim. Astag'firullah, ne demak? Qaraganing Lekin menman, mazza-da. ko'rganing sensan deydi Muxlisa. Qaraganing menman. Bugun opacham uyiga mehmonga bordim Yangi yilda. Endi kecha borolmagandim. Keyin amakim qizinikiga. Keyin aytyaptilar, "Man qarab o'tirdilar-da, Manzura" deydilar-da. Shunday qaranglar-da. Farishtaga o'xshaysan. Yuzimni nima surding? Farishtaga o'xshab turibsan dedilar. Keyin men opachamga aytdim, opamda, Ma'rifat opamga aytdimki, qaraganing menman, ko'rganing sensan. Manda nimani ko'rgan bo'lsangiz, o'sha go'zallik, o'sha nur, o'sha fayz sizda bor. Manda nima yaxshi narsa ko'rgan bo'lsangiz, hammasi o'zingizda bor dedim. Demak, rahmat sizga Muxlisa, sizga ham eng go'zal duolarni tilaymiz. Bayram barokatli qilsin. Go'zal qizni 26-yilda Xudodan kutayotgan hamma narsalaringiz oson, yengil, yashin tezligida xayrli tarzda amalga oshsin. Zilya xonim, savolingiz bersangiz bo'ladi. Allo, Allo, assalomu alaykum. assalomu alaykum. Assalomu alaykum, alaykum salom. Yaxshimisiz opajon, yaxshi yuribsizmi? Rahmat. Bilasizmi, qanchalik orzu qilganman, masalan, vanna qo'yadi. Siz bilan gaplashib turibman. Jonim. Ichimga sig'may ketyapman. Uzr, nima qilgan? Opajon, mani 5 yildan buyon farzandim yo'q-da. Aha. Keyin yaqinda bir 6-7 oy bo'ldi. Oddiy misol qaynonam bilan tortishib qo'yganim sababli qaynakam mani uydan haydab yubordilar-da, ajratdilar bizani. Er-xotin ikkalamizni ajratdilar. Hamma aytadi, ajral deb. Keyin kimdir mani sizni guruhingizga qo'shib qo'ygan. Xudoni amri bilan sizni guruhingizga mani qo'shib qo'yganlar. Keyin boshida kuzatdim, keyin Oyatul kursini o'qidim, qo'shini o'rtasiga qarab o'qi deyilgan. Uni o'qidim, keyin Allohning 99 ismi bilan ishladim. 17 kun niyatlarimni yozganimda men ishga taklif qildilar, ishga kirdim. Erim masalan nima ko'ngli yumshab, вообще aftimga qaramayotgandi-da erim. Mani вообще yomon deb qoralab yurgan odam mani orqamdan kelib, menga yaxshi gapirib, lekin ajraldik, qonuniy ajraldik, lekin baribir ko'nglini uzolmayapti-da. 8 oy bo'ldi. 8 oydan beri hamma joydan xotin izlaydilar, uchrashuvlarga chiqararkanlar, uylanmas ekanda. Haligacha orqamdan kelib nima qilib yuribdilar. Lekin hamma aytadi, yo'qot, ko'nglingni o'z, narsa qil deb menga aytadilar. Nimaga bunchalik opajon voz kecholmayapman-da? 5 yil yashab qo'yganman. Voz kechishim qiyin-da. Zilya, eringiz bilan yashagingiz bormi sizni? Bor. Yig'lang jonim. Chiqarib oling, oxirigacha yig'lang. Balkim bu Xudoning ishidir. Sizni nimalaringizni qilib, mana kechasizlar Allohning 99 ismini suvlarga vaqtim bo'lmagan payt yozishga, suvga aytib, dam urib ichib yotaman. Istig'for aytib yuriyman, o'zim 5 mahal namoz o'qiyman, arab tilini bilaman, o'zim Qur'on tajvid qilaman, o'qiyman. Juda ham ko'ngli bo'sh ayoldaman. Masalan, bir kishi yordam ber dedimi, ilojim yo'q. O'zimda yo'q bo'lsa ham men yordam berishni xohlayman-da. Zilya, ota-onangiz bilan munosabatingiz qanaqa? Yaxshi. Boshida yoshlik paytim ota-onam, otamlar ko'p ichib,
azob berganlar, qiynaganlar, lekin hozir man otamni yomon ko'rganim uchun pushaymon yeyman, lekin hozir otamni jonimdan ortiq ko'raman. Mayli, Mhm. shuncha qiyinchilik ko'rsatgan bo'lsalar ham bizaga man roziman. Mani yaxshi yo'lga kirganim uchun, iboli, hayoli qiz bo'lganim uchun bizaga shunday qattiq turgandirlar. Mayli, man roziman. Otamdan minnatdorman. Ortiqchasi bilan qo'limga pul beradilar. Hamma sharoit bor, lekin shu nimada man просто Mhm. samimiy aytolmayman deydi. Aha, bo'ldi, qarang, zili yozmasiga chunki juda ajoyib texnikalar beraman. Xudo xohlasa, siz uni bajarib ko'rasiz. Keyin mana shu narsalar, mana hozir biz mana shu yerda ikkitagina texnika aytdik. Masalan, har kuni chat o'tolmayman, lekin 100 ta ichida 100 ta texnika bor bo'lgan 99 texnika degan kurs boshlandi. Uni o'sha $100 dan ham, $200 dan ham sotganmiz vaqtida. Endi shuni hozir biza 90%, pardon, 70% skidka qilib qo'yganmiz. Men sizlarga o'shani tavsiya beraman, chunki u yerda juda teran ilmlar berilgan. Shulardan bittasi tavba terapiyasida. Tavba terapiyasi, istig'for aytish. Endi qarang, hozir sizga aytmoqchi bo'lganim, uxlash oldidan agar siz turmush o'rtog'ingiz siz bilan yashaydigan bo'lsa, har kuni qanaqa hisda uxlaysiz-da? Masalan, tasavvur qiling, eringiz bilan yarashdingiz, qo'lingizga chaqaloqni oldingiz, kolyaskada, bilmadim, kinoteatrga boryapsizlar yoki bo'lmasam korzinkaga narsa olgani boryapsizlar yoki chaqalog'ingizga pampers olgani boryapsiz, ne bileyim. Shu narsani o'ylab ko'ring har kuni, birinchisi. Ikkinchisi, masalan, tevagingizda o'sha ajrashayotgan, qiyin vaziyatga ayollar bo'lsa, bildim, unaqa ekansiz, mayli, o'zingiz ham yumshoq tabiatli ekansiz, shularga masalan unaqa deganda, farzanding yo'q bo'lsa degan, farzandi yo'qlarga ginekolog aytgin, yaxshi ginekolog qayerda bor yoki tabib aytgin degan yoki ruqiya o'qiydigan domla qayerda borda, tipa san o'zingda yo'q narsalar uchun tevaragingdagi odamlarga yordam beradigan bo'lsang, sani yo'ling ochilib ketadi deydilarda ustozim. Ya'ni har kuni bitta odamga yaxshilik qilgan paytida o'ylab uxlab qol dedim. Sizni eng ko'p o'ylaydigan narsangiz, eringiz bilan baxtli yashasangiz qanaqa hisda, masalan, tasavvur qiling, uni hidini taniysiz, uni qo'llarini taniysiz. U bilan qaytadan bir oila bo'lib yashayotganingizni, kerak bo'lsa egizak farzandlar ko'rganingizni tasavvur qilib uxlaydigan bo'lsangiz, shu narsa sizni hayotingizga kirib keladi. Chunki bu dunyo yolg'onchi dunyo. Bu dunyo yolg'onchi dunyo degani, illyuziya degani, masalan, nima o'ylasang shu narsa bo'ladigan dunyoda. Masalan, qayg'u ham yo'q, shodlik ham yo'q. Masalan, men hozir sizga bitta praktika beraman, hayron bo'lasiz. Mana hozir yig'layapsiz, men sizga hozir ham kulamiz, ha desam, siz o'zingizdan o'zingiz kulib boshlaysiz-da. Ya'ni, miya uchun baxt bilan baxtsizlikni, haqiqat bilan haqiqatsizlikni, pul bilan pulsizlikni farqi yo'q. Siz o'zingiz yashab berasiz, his qilib berasiz, pul hayotingizga kirib kelaveradi. Yashab berasiz, his qilib berasiz, hayotingizga kirib kelaveradi. Sizni qilishingiz har kuni uxlashdan oldin qanaqa hayot istayotgan bo'lsangiz, shuni to'xtovsiz xayol qilib uxlaysiz. Keyin yozasiz, chap qo'lda yozasiz. Nimaga chap qo'lda yoziladi? Masalan, Zila, turmush o'rtog'ingiz ismi kim? Firdavs. Firdavs bilan biza baxtli yashayapmiz yozasiz. Firdavs bilan biza baxtli yashayapmiz. Firdavs meni sevadi. Firdavs menga anaqa sharlar, gullar, shokoladlar, tillalar olib kelib beradi. Xullas, shunaqa gaplarni yozasiz. Pastiga ism familiyangizni, otchestvangizni, onangizning ismini qo'yasiz va buni tez-tez yozasiz. Chap qo'lda yozasiz. Yostig'ingizni tagida bo'lishi kerak daftar. Har kuni o'sha olib ketdi, otasi ham rozi, onasi ham, hamma rozi, sizlarni baxtli yashashingga hamma nima deydi, qo'llar rozi. Shuni o'ylab uxlaydigan bo'lsangiz, bu narsa sizni hayotingizga kirib keladi. Mana tushundingizlar? Tushundim, Keyin siz opajon. ochlik bo'yicha anaqa qiling, ochlik bo'yicha juda ko'p anaqa qiling, chunki ochlikda nima bor. Ochlik qiladigan bo'lsangiz, ya'ni bitta vrachmi, tabib aytganda, ayolni matkasi bormi, u tug'adi degan. Bo'ldi degan. Matka bo'lsa bo'ldi. Nima edi? Beraman desa ikkita tosh ham beradi degan gap bor-ku. Farzanddan keyin otaga, siz har kuni otangizga sevgi xati yozsangiz bo'ladi. Otangizga mehr xati, masalan, otajon, shunaqa joyda men sizdan xafa bo'lgandim, shunaqa
bo'lgan. Meni kechiring, endi anglab yetdim. Otangiz bilan har kun gaplashadigan bo'lsangiz, sizni erkak bilan munosabatingiz. Chunki biza chaqaloq ekanmiz, ko'zimizni ochganda birinchi bizani sevgimiz bu otamiz. Ya'ni sevgan, ko'rgan, tanigan erkagimiz otamiz. Siz otangiz bilan munosabat yaxshi emas, problem bo'laveradi-da. Hmm. Shunaqa. Mani xo'jayin otalar bilan juda qarshilar-da. Aha. Shu kelin bo'lib tushganimdan buyon otalar qarg'aydilar. Faqat pulni narsani, buyum narsani ustiga faqat kelishmovchilik. Doim aytardim, urushmang, otani norizoligi yomon desam ham meniyam gapimni qilmasdan urush qilardilar-da ular. Qaynotam doim qarg'ardilar. Keyin men tug'maganim sababli hammalari menga qarshi bo'ldilar. Hozir mana desang umuman bu uyga keltirmaysan deganlar uydagilari dili sani uyga etolmayman deydi-da, erim aytadi faqat bu uyga sani etolmayman deydi. Alohida yashaylik desam ham unga ham yo'q deydi-da. Ko'ngli yo'q, ajraldi, ilojsiz ajraldi. Zilya, siz shuncha texnikalar qilishni boshqaga aylantirib, endi o'zingiz o'ylang. Bu nima deydi o'sha qaynotangiz ham qanaqa ta'sir qilishi mumkinligini o'zingiz ayting-chi siz menga hozir texnikalaringizdan. Qaynona-qaynotaga ham qilay shu texnikalarni. Ana, ko'rdingizmi? Javob ichingizda, javob o'zingizda, javob o'zi tayyor. Ya'ni anaqa deydi-yu, masalan, insonga deydi, kasallikni bergan bo'lsa deydi, masalan, bolani ichi qotadigan bo'lsa deydi, yosh chaqaloqni ichi qotadigan bo'lsa deydi, o'sha onasi qulog'ini ichidan deydi, o'sha nima deydi, ana kepakka o'xshagan narsa bo'ladi-yu qulog'ini ichidan deydi. O'sha kichkina chaqaloqcha masalan 6 oylik bo'lsin, 10 oylik bo'lsin, o'sha quloqni ichidagi kepakini o'sha bolani orqa teshigiga nima qilgan paytda ichi keladi deydi. Masalan, azob chekayotgan bolada yoki bo'lmasam deydi, ertalab chiqqan mana qulog'i yara bo'ladi chaqaloqni deydi. Qulog'i tuprigi ertalab tuprigidan deydi, ona o'zini tuprigidan qulog'iga surib olsa bolani yoki o'zigada yaxshi ya'ni shifoni ichimizga yashirgan, davoni ichimizga yashirgan, barakatni ichimizga yashirgan, baxtni, hamma yechimni ichimizga yashirgan. Prosta kuzatuvchi bo'lgan payti, eshituvchi bo'lgan payti, his qiluvchi bo'lgan payti, qanaqa desam sizga, ayblamaydigan bo'lgan paytida, hal qiluvchi masalan, yechimlar ichimizda demoqchimanda, tashqarida emas, hammasi ichimizda. Ishoning, hammasi ichimizda. Siz mana shu savolni bergan paytingiz, ey yaratgan ekan, menga yo'l ko'rsat. Masalan, mana shu nima qilsamki, mana shu erim bilan baxtli bo'lib ketaman, nima qilsamki farzandli bo'laman, nima qilsamki, qanday qilsamki degan paytingizda Xudo sizga tak yoki zo'r aytadi, nima desam sizga, bitta duo aytadi yoki bitta zo'r bir Instagramda bitta psixologga uchrab qolasizda yoki bir YouTube'da o'tirgan paytingizda bitta seminar eshitib qolasiz oilani birdamligi haqida-da, bilmayman. Yetarki siz Xudodan o'shani yechimini so'ragan paytingizda Xudo oldingizga o'zi nima deydi, yechim otib yuborganday bo'ladi demoqchiman. Tushunyapsizmi? Siz ishonchingizni yo'qotmasligingiz muhim. Siz nimani yo'qotmasligingiz muhim? Nima edi? O'sha umidni yo'qotmasligingiz mumkin-da. Noumid shayton deydi-yu. To'g'ri opajon, men boshida toza achchiqlab kelgan paytlarim ko'p yig'ladim, zerikdim. Keyin mana shu 4-5 oylarda faqat duo qilmadim bu baxtimni butun qil yo erini qaytar deb unaqa demadim. Allohim faqat shu bergan shunday sinovni beribsan, shunday dardni berding. Faqat shukrona aytdim-da. Faqat tinmasdan shukrona aytdim. Keyin Allohga tavakkal qilganimdan keyin yo'llarim ochilib ketdi. Yana yuragimdagi dard g'amlarim ketdi. Kulib yuradigan bo'ldim. Ishga kirdim. Hali ishimga sinov muddati bilan ishga olgan bo'lsam ham qo'limga pul kira boshladi-da. Ana. Shukronalikni oddiy misol shukronalikni o'zi
ancha ishini yo'lini ocharkan-da. Juda. Mani buvim bor, gapingizni bo'ldim Dila. Mani buvimda onamni onalari, men har doim hamma seminarda aytaman, chunki zo'r shaxsiy anaqamda o'zimni nima desam bo'ladi, ko'zim bilan ko'rgan tajribalarim. Buvim shunaqa har doim mana oyog'i yaxshi yurmaydi, ko'rmaydi, odam kelsa ko'rmasdi. 103 yoshda qanday masalan zreniyasi yo'q bo'lib ketgan, почти что. Keyin aytadi, ko'zimni ko'rmaganiga shukur. Oyog'imni yurmaganiga shukur. Anaqa qo'limni og'riganiga shukur dedi. Keyin bu jonim qattiq yiqildilar, shundan keyin anaqa qildilar. Yana ham yashardilar 5 yilda. Rosa katta pensiya olardilar, tog'amga hazillashardik. Sen bu anaqa amma xolamlar hazillashardida, sen onamning pulini yeb o'tiribsan deb-da. Demoqchi bo'lganim, shukur hech qachon og'zimdan chiqmay onamga aytardim, oyimga aytardim, opamga o'zim biz Xorazmda onaga opa deydi. Opa, bilasizmi? Aytgan mamam nishatib shuncha yil yashadi bilasizmi? Chunki butun umr og'zidan shukur tushmadi, tilidan shukronalik ketmagan hech qachon. Masalan, unitaz bor edi, uyga unitazga kelingman, sizni unitazga olib borib qo'yaman desa, "Al qo'lingni, o'zim boraman" derdi-da, "Qo'lingni ol" derdi menga, "O'zim yuraman" dedi. Masalan, eng oxirgi damlarda ham hech kimga og'irligi tushmasdan nima qildi. Demoqchiman-da, ya'ni go'zal o'lim ham go'zal-da, Dila. Go'zal o'lish ham bir nima bir nima deydi, saodatdir-da inson uchun-da. Qiynalib o'lganlar qancha. Demoqchi bo'lganim, shukronada juda katta gap ko'p. Shukronada ustozim aytadilar-da, Sadakat Hakimova degan Viva kompaniyasida ishlagan paytimda, bundan 10 yil oldin Sadakat Hakimova bizga dars o'tganlar. Taniganlar bo'lsa, anaqada MLMda ishlaydiganlar. O'shalar aytadilar, bir kuni ketyapmiz deydilar, Toshkentdan Xorazmga qarab ketyapmiz. Keyin bitta o'quvchim aytdi, anaqa nima edi, havo juda ham issiq ustoz deb aytdi dedi. Keyin Dilnoz, agar hozir yana havodan chiqib ketsang, sendan shtraf olaman, pul to'laysan degan. Yurdim, yana haydab kelyapti, Ustoz yana shikoyat etdi. Havo juda isib ketgan, yonib ketyapman degan. Keyin konditsioner ishlamay qolganmi, bilmayman, nimagadir shunaqa degan. Keyin 3-marta Dilnoz mana shu safar shogird bilan kelayotgan bo'lganlar. Keyin 3-marta agar haqiqatdan ham sen shikoyat qilsang havodan, mana shu safar konkretno menga to'laysan, 20 ming deganmilar, 50 ming, shu 20 ming to'laysan, tamommi dedi. Tamom degan. Yuryapmiz dedilar, keyin ustoz havo rostdan ham issiqda deganlar. Dilnoz. Keyin davay cho'z degan, pulni cho'z degan. Keyin 20 ming bergan ustozga. Keyin ustoz aytadilar, endi kulamiz. Ozgina yurdik dedilar. 2 minut ham yurmadik deydi. 2 minut yurgandan keyin ustoz havo biroz tashadimi debdi-da, lekin havo o'zgarmagan deyaptilar-ki, 20 ming so'm pul havoni o'zgartirib yubordi deydi. Nimaga shukrlar yo'q deydi. Masalan, qishda nolislar, sovuq yoz nolislar, bahorda lash nolislar, kuzda maktab boshlanadi. Nimaga bunaqa inson zoti noshukur ekan, men tushunmayman derdilar-da. Ya'ni shukronada gap ko'p. Shukur yozgan paytingizda, men bitta o'quvchim bor edi. O'quvchim emas, to'g'risi, qo'shnim bor edi. O'shani urardi, yomon ko'p urardi. Keyin urdi, yig'layverdi, keyin urdi, nima qilaman. Kelin bo'lib tushgan, 2 ta bolasi bor, urardi qaynog'asi. Keyin men unga shukrona yoz dedim. 10 kun shukrona yozdi, bilasizmi nima bo'ldi? 17-kun o'sha uni uradigan qaynog'i o'lib qoldi. Keyin men shuni aytganimda ko'pchilik qizlar anaqa dedi. Bu men endi singlimga aytganda, singlim uxlatgan, kulgili voqealar bo'ldi. Keyin bu kuladigan gap emas deb kimdir xafa bo'ldi. Siz ham keling olgansiz bir narsa. Men bu yerda nima demoqchiman? Demoqchimanki, siz shukronalik hissida bo'lgan paytingizda sizni tevarak atrofingizdagi odamlar ham shu hisda bo'ladi. Siz minnatdorchilik, rozilik hissida bo'lgan paytingizda sizni atrofingizdagi odamlar ham shunaqa hisda bo'ladi. Siz har doim qovog'ingizni uyib yuribsizmi? Qoshingizni chimirib yuribsizmi? Noshukurlikda yuribsizmi? Voy oyog'im, voy ko'tim, voy mamam, og'ridi deb yuribsizmi? Shunaqa vaziyatlar kelaveradi demoqchiman-da. Qachon biz o'sha go'zallik kutsak, hislarda yashasak, minnatdorchilikda yashasakgina ko'p kelar ekan. Mana orzularimni amalga oshirish uchun menga bitta texnika ayting, bo'ldi, hech narsa aytmang desa, men bitta texnika. To'xtovsiz shukronalik yozing-da. Buni qilib ko'ringlar, bu natijasi bo'ladi, qizlar. Keyin opajon mana qaynanam, masalan, qaynakam uydan chiqarib haydaganlar uchun men ichimda norozilik saqlamasligim kerak, shunaqami? Man rahmat deyishim kerak
chiqarib Yo haydaymiz. yo Shunaqa. yo'q, masalan, nafrat bo'ladi baribir. Nafratni yo'qotib bo'lmaydi, ilojisi yo'q. Men aytolmayman что nafrat qilmanglar, yolg'on-da bu. Keladi, ketadi, keladi, ketadi. Nafrat kelgan paytda astag'firullohingizni ko'paytiring, lekin обязательно bir varaq qog'oz olib sizni xafa qilgan odamlarga bir marta bo'lsa ham, hayotingizda 2 marta bo'lsa ham butun nafratlarni yozib yoqing deyman. Yozib yoqib yuboring. Yozing, 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 yoqing. Chunki masalan tasavvur qiling, masalan, shunaqa qanaqa desam, qanaqa qilib o'sha nafsni yuborish mumkin? Mana qaynog'asi beayb, masalan, bu farishta qiz bo'lib keldi ustiga, qaynog'angiz urdi masalan, unutishni o'zi oson emas. Unuting deb aytish oson, ya'ni buni, lekin unutish oson emas. Gapirish oson, hammaga chetdan gapirish oson. Demoqchi bo'ldim, lekin bitta narsani bilib turing, bu og'riqqa kiradigan bo'lsangiz, bu nafratga kiradigan bo'lsangiz, bu o'yinlarga kiradigan bo'lsangiz, zarar o'zingizga bo'ladida. Shuning uchun nafratni bir marta yozish kerak, yoqish kerak, bu yog'iga shukronalikni ko'paytirish kerak. Bo'ldi, tushundim opajon. Rahmat ilohim. Zilya, Alloh sizga eng zo'r maslahatim, eringiz bilan yarashasiz, xudo xohlasa bizga beshik to'yga aytadi. Mana shu 90 kishi to'yingizga boramiz. Xudo xohlasa qaytadan to'y qilib berasizlar bizga. Keyin beshik to'yga alohida boramiz. inshaalloh, inshaalloh. Keyin sizga aytmoqchi bo'lganim, anaqa Ergashotda nimasi bor, sanatoriyasi bor Samarqandda. Aha. O'sha joyga borib, ochlik anaqa bor, tozalanish bor. O'sha joyga boring, siz er-xotin ikkalangiz boring. Chunki nimaga farzand bo'lmaydi? Insonda qon nima qilgan? Noto'g'ri ovqatlanishdan qon zaharlanadi. Qon zaharlansa hech qaysi dori ta'sir qilmaydi. Siz o'sha joyga bitta boring, mani maslahatim. Bo'ldi opajon, erimni boshini aylantiraman, borib kelaman. Men ishonaman. Go'zal niyatlarimiz siz taraf. Egizak farzandlar olib, kecha qo'shnimni anaqasi 2 ta o'g'il tug'ibdi, qizi. Keyin nima deydi, gaplari boshqa joydan boshqa gaplar gapiryapti. Men aytdim, 2 ta men esim og'ib qoldi hali dedim. Sizlar xuddi o'zim tuqqanday bo'lib esim siz ham hali 2 ta tug'ib, beshikka qaramay o'tirasiz. Siqilganim yonimga qoldi deb o'tirasiz. Inshaalloh. Amri bilan shu eko markaziga ishga kirdimda, faqat shunaqa operatsiyalarga, eko jarayonga kiramiz. Вообще bundan ham ortiq menga hali-ku 5 yil bo'libdi. 18 yilga yanada shunaligim, yanada shunaligim menga dunyoqarashim boshqa bo'lib ketyapti. Молодец. Rahmat opajon. Rahmat ilohim. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Nasib etsin inshaalloh. Hammalarni yuz-yuz ko'rishaman xohlasa. Amin. Yaxshi Kimda kunlar. savol bor? Sog' bo'ling, Dilya, Sog' rahmat. bo'ling. Rahmat, mayli. Mikrofon ochdim. Mikrofoningizni. Allo, Assalomu assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? alaykum. Salomni eshittirgan barcha Mansur opani muxlislari. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Qanaqasiz opa? Joningiz sog'mi? Sayohatlarga chiqib, hammani ko'zini quvnatib, omadingizni bersin. Rahmat. Yo'lingiz ochiq bo'lsin har doim. Mansur opa, bitta narsa meni rosa qiynayapti-da. Men o'zim tushunmayman. O'shanga sizdan maslahat olmoqchi edim. Manichi ko'p oldin ham gaplashgan, ko'p boshim og'riyveradi. Mana shu uyim turgan uyimdan chiqib ketsam, yaxshi bo'laman. Hozir ham ko'chadan keldim, yaxshi boshim ham og'rimas. Sayohatlarga chiqib keldim, вообще og'rimas. Samolyotda uchdim, juda ham yaxshiman. Lekin mana shu uyimga kirdim, boshim og'rib, qusgim kelaveradi-da. Bir-ikki odam aytadi, Uy soting. Muqaddas uy soting. uyimni sotammi, bu qaynotami, men alohida chiqib ketishim kerak. Uyimni remonti bitmayapti-da. Nima qilasiz? Chiqing, alohida chiqing. Yo'q, u bizda yashayotgan-ku. Ustalar yashayapti, bizda yashayapti. Devor olinib, qurib, sirada chiqib ketadi-ku. Kurslar kirdim, erim yerda va man o'qib qo'ymaganman. Suv qilyaptimi deb unaqa narsa yo'q, erim urishyapti-da. Tuzli suv aralashtirib ham qo'yib qo'ydim xonamga. Qo'yib qo'yaman-da. Turibman, boshim og'rib chiqib ketsam yaxshiman-da. O'shanga tuzli suvdan cho'milmaymi demoqchi edim. O'shanga nima qo'yib keyin tuzli suvda cho'milish kerak yoki faqat tuzli suvda o'zi niyat qilib cho'milish Mana qarang, tuzli suvga cho'milish qoidasi qanaqa bo'ladi? Agar sizda nazar bo'lsa, agar sizda bo'lsa, agar sizda issiq sovuq bo'lsa, shunaqa narsa bo'ladigan bo'lsa, cho'milgandan keyin mana cho'milib bo'ldingiz, toza suvga
cho'milib bo'lganingizdan keyin 10 litr suvni, iliq suvni aralashtirib turib, shunga bir pochka tuz solasiz va o'sha tuzni agar quyolsangiz sochingizdan, yo'qsa yelkangizdan quyasizda uxlaysiz. Bo'ldi. Haftada bir marta shuni qilasiz. Bo'ldi. Keyin uylanib, masalan, 1-24 soat qo'yiladi. Tuzli suv qo'yiladi. Istaganingizcha, masalan, 1 litr suvga yarmiga tuz, yarmiga suv qo'yib, uni to'kib tashlaysiz. Burchaklarda jin, ajinalar, negativ energiyalar, qarg'ishlar, bir narsalarni yuvish uchun ishlatiladi. Va uni 24 soatdan keyin turpoqqa oqizib yuborish kerak bo'ladi. Yoki asfaltga sepmaysiz. Oyoq bosmaslik kerak shunchaki. Oqib ketadigan suv bo'lsa yana ham yaxshi. Xullas kalom, shunaqa yo'llar bilan siz tozalasangiz bo'ladi. Umuman uyda ko'z bormi, nazar bormi, issiq sovuq bormi, aniqlashning eng zo'r yo'li 1 litr suvga 3dan 1 qismiga sirka, 3dan 1 qismiga tuz, 3dan 1 qismiga suv solasizda qo'yasiz. Agar bonkani ichidagi suvning rangi qoraygan bo'lsa, rostdan ham sizda jiddiyroq bir narsalar bor deganda. Mana shu aytgan narsalarimni qilib ko'radigan bo'lsangiz, bu sizga Xudo xohlasa manfaatli bo'ladi degan umiddaman, muqaddas. Keyin u narsangizni olib tashlang. Keyin qoni kamayib ketsa ham, qon nima desam, davleniya chiqib tushib ketsa, bunaqa holatlarda ham bosh og'riydi. Aynan hamma narsa, masalan, men aytaman, juda ham ko'p marta psixologga borishadi, lekin u masalan yalqovlik degan narsa yo'q. Insonda yod yetishmasa, inson lanch lohas bo'lib qoladi, ish qilgisi kelmaydi. Yoki bo'lmasa yig'loqlik degan narsa yo'q. Masalan, magniy, kaliy nimadir yetishmasa, ya'ni doktorlik bo'lib turgan joyingizda psixologga qarab yuguravermang deyman. Tushunyapsizmi? Buni oldin gormonlarni tekshirtirish kerak. Bu boshqa, balki umuman boshqa narsadan bo'layotgan. Bosh og'riqingiz, bosh og'riqini eng zo'r shifosi nafas mashqi. Masalan, chuqur. YouTube'ga yozib nafas mashqi degan paytingizda vobshe ko'p nafas mashqlari chiqadi. Shulardan birortasini bajarib ko'ring. Nafas mashqi ham nima deydi, kislorod yetib boradi. Kislorod yetib borgandan keyin boshingiz og'rishi tashlab yuboradi, qo'yib yuboradi-da. Shuni, ya'ni buni sabablari ko'p. Illoki issiq bo'ldi, illoki sovuq qildi, illoki duo qildi, illoki ko'z tegdi, nazar tegdi deb emas, balki fiziologik taraflarini, doktorlik taraflarini ham qarab chiqinglar deyman. Tak. Tushundinglarmi? Odiljon Obidjonov degan profilni ochdim. Move towards your goal. Odiljon Obidjonov. Sen siz gapiring. Assalomu alaykum, Manzuraxon. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Opa, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Manzuraxon, sizni darsliklaringizni kuzatib boraman. Rasm terapiyasiga ham to'lov qilib hozir qatnashganman. Jiyanimni qo'li kuyganda o'sha teri o'sib boryapti. O'smaslikni oldini olish uchun qanaqa asnolardan foydalansa bo'ladi? Umuman olganda teri bilan, go'zallik bilan bo'lgan narsalarda hammasida ya latif, ya hay, ya nurni ishlating deganlar ustozimiz. Masalan, suvga o'qib ichirsa bo'ladi. Lekin kuygan o'sib boryapti deganingiz nima degani? Teri anoda dag'allashib o'syapti-da, tepaga ko'tarilyapti. Qaysi organ dedingiz? O'ng qo'li, O'ng qo'lini usti qavati. Ani borku, tutdan pishadigan shinni borku, shu shinnini sursa bo'ladi. Qarang opa, men siz o'zingizga yozib qo'ying-da, men sizga bitta narsa tashlab beraman, shundan anaqa qilsangiz bo'ladi. Men sizga yozaman, xo'pmi opa? Xo'p, rahmat. Rasm bilan ishlasa ham bo'ladimi? Rasm bilan ishlasa ham bo'ladi. Rasm bilan ishlasa ham bo'ladi, lekin onasi ishlashi kerak ko'pincha. Ha, shu tarafdan ham yordam qilavering. Keyin anavi shu operatsiya anolarini ham anaqa qilyapmiz-da. 2 marta operatsiya qildik. Hadeb operatsiya qilaverish ham mumkin emas ekanda. Vaqt anaqa qilar ekanda, vaqt ancha vaqtni talab qilar ekanda, 1 yillab yurish kerak ekan operatsiyadan keyin. Necha yosh u? 10 yosh. May oyida bo'ldi-da, massajlab yurgan, o'shalarni ham qilyapmiz, lekin o'sib boryapti-da. Anavi qavat bo'lib kattarib ketyapti-da. Tak, bilasizmi opa, men sizga men buni yaxshilab, menda bunaqa holat bo'lmagan, shuning uchun men yaxshilab arashtirib, o'rganib keyin sizga aytaman, bo'ladimi? Xo'p, rahmat. Baraka toping. Salomat bo'ling. Lichkasiga yozib qo'ysam bo'ladi?
Aha, mana stiker tashlab qo'ydim, yozishamiz. Xo'p. Xo'p, rahmat. Yana kimda qanaqa savol bor? Qizg'ishqalar. Shu yerda Adiljon Abidjanovning mikrofonini ochgandim. Sajida. Eshitaman, Sajida. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Manzura opa, yaxshimisiz, zo'rmisiz? Rahmat. Bayramlarni yaxshi o'tkazdingizmi? Rahmat. Sizga savolim bor edi. Qarang, men tanada o'g'lim bilan o'zim rasm o'g'lim nevrologik kasalda 1-guruh nogironi. Aha. O'g'lim bilan o'zimni ikkovimiz bitta rasmni tushgan rasmimizni tuzga soldim birinchi. Mhm. 2 kun tuzga soldim. Shunda mening bellarim bilan oyoqlarim shunday og'ridi. Undan Mhm. keyin Toza. shakarga soldim. Hozir ham shakarda turibdi. 7 kundan o'tib ketdi lekin. Hozir Mhm. hozir o'zim больницadaman. Qaynonamnichi mazasi yo'qligi yonidamanda. Boyagi Mhm. anavilar so'ralardi. Misol uchun 7 kun bo'lmasa 7 kun aynan 7 kun bo'lishi kerakmi yo undan ko'p tursa ham bo'ladimi shakarda? Keyinroq o'qisa ham bo'ladimi desam. Yo'q, ko'p turishi shart emas, lekin u ko'p tursa ham shakar zarar qilmaydi. Lekin tuz ostin-ustin qilib tashlaganini sababi, masalan, o'sha negativ energiyalar chiqish jarayonida shunaqa bo'ladida. Lekin man sizga maslahat beraman, bu agar iloji bo'lsa, ertaga уже tuzni ham, shakarni ham suvga oqizib yuboring ularni. Keyin oqizib yuboringda, keyin mana shu Oyatul kursi, Noz, Falaq, Ixlos, Fotihani 70 martadan o'qisangiz, 7 marta o'qisangiz ham bo'ladi yoki u bola uxlagandan keyin, bolangiz necha yoshda? 12 yoshda-da. 12 yoshda. Bolajonim, sizga homiladorlik paytimda man judayam asabiylashgandim. Nevrologически o'zim siqilgandim. Ko'p narsani o'ylagandim. Ichimdagi gaplarni aytolmagandim. Shuning uchun siz shunaqa asabiy bo'lib qolgansiz. Bolajonim, mani kechiring. Sizni nima deydi? Siz aslida sog'lom, hazrati yigitsiz. Sizni o'sha ichimdagi butun dardlarimni sizga o'tkazganim uchun mani kechiring deysiz. Bo'ldi. Har kuni 3 minutdan 6 minutgacha 21 kun aytasiz. Bola uxlagandan keyin 1,5 soatdan keyin. Unga teginish kerak emaydi. U boshqa xonada yotgan bo'lsa ham, u boshqa shaharda yashasa ham, u boshqa davlatda yashasa ham, siz unga shu gaplarni aytgan paytingizda, xohlang telefondagi rasmga qarab, xohlang yonidagi xonada o'tirib gapiring, farqi yo'q. Bolaga ta'sir o'tkaza olasiz. Chunki ona bilan bola bitta kindikdan kesilgan bo'lgani uchun siz ta'sir qilishingiz mumkin. Qarang, ana shu tuzga soldim, ishonsangiz tuzga solganimda oldin endi 1 yildan beri davolanishga borolmadik-da, kichkina farzandim borligi uchun. Tuzga solganimdan o'zi bilindi-da. Oldin yumaloq bo'lib tushib yotardi. Tuzga solib yumaloq bo'lib tushib yotardi. Shu tuzga solganimni bildim, e'tibor berib qaradimda. Shunday uzun tushib, qo'llarim tepaga ko'tarib yotyapti-da. Aytdim, baribir dedim, asmalarim hozir siz ustozimiz dedim, baribir dedim, foydasi bor ekan dedim. Keyingisi Sajida opa, 1 stakan suvga o'sha hozir aytganingizdek Allohning ismlarini o'qib, ismi azamni o'qib anaqa aytgan, nima kecha bitta anaqada ustozimni videosida ko'rdim, aytilgan ekanda. Ismi azamni anaqalarga o'qigan bandamga nima deydi, orzularini amalga oshirmaslikka noor qilamanmi, shunaqa bir turkchada aytdi-da endi u. Uyalaman degan ekanda, shunaqa so'zi bor ekan, Xudoni bizga va'dasi bor ekan. Ismi azamni o'qib turib, sog'lig'imga shifo so'ragan, sog'lig'iga shifo so'ragan, dardiga malham so'ragan yoki bo'lmasam orzusini, niyatini ijobat bo'lishini so'ragan bandamga orzusini oshirmaslikka uyalaman degan so'zlari bor ekan. Shunaqa yozilgan muqaddas kitoblarda deyilyapti. Shuning uchun masalan, ya'ni men har doim aytaman, bu qanaqa ishlaydi, qanday ishlaydi bilmaymiz biz. Hech bir imom bilmaydi, hech bir mulla bilmaydi. Men ham bilmayman. Shunchaki Qur'onda kuch bor, Qur'onda energiya bor, islomda katta energiya bor, kuch bor, shifo borda. Masalan, yoki bo'lmasam, bolajonim, sen soppa sog'lomsan, sen juda ham tixiysan, sen juda ham sokinsan, men seni yaxshi ko'raman, men senga ishonaman deb 3 marta, 6 marta, 9 marta aytib ichirgan paytingizdan ham yaxshi ancha-muncha natija olasizda. Qarang, ismi Azam, faqat ismi Azam
Shu so'zmi, boshqa so'z yo'qmi? Yozing YouTube'ga, ismi Ha, azami ha, 10 soatligi chiqadi. YouTube telefonni qo'yasizda, 1 stakan suvda shuni ertalab ichirasiz. Tushundingiz-a? Bo'ldi shu. Keyin yana anavi, yana sizga aytmoqchiman, shu mana shu tuzda og'ridi, bellarim shunday og'ridi. Shakarga solganimdan boyagi negativ fikrlar yo'qolib, boyagi nima desam bo'lar, pul yo'llari ochildida. Odam o'zi endi pullar kelyapti-da, misol uchun, ishlarim ham yurishyapti, ishlarim ham o'ngidan kelyapti, ishlar Молодец. anavi qilyapti. Juda zo'r o'shani keyin xo'jayinimga ham qilsam bo'ladi-a? Bo'ladi, hammaga qiling. Nabiralaringiz, xo'jayiningiz, qo'shningiz, siz bilan kelishmaydigan qaynopangiz hammaga qilib tashlaylar shuni. Hmm, Bu Rahmat. 99 texnikada mana shu rasm terapiya 99 texnika kursimda mana shu narsalar kengroq, qamrovliroq qilib berilgan. Va o'shaning uchun mana ko'pchilik odam aytyapti, skidka qilib bering, skidka qilib bering. O'shaning uchun 70%ga sizlarga sovg'a qilganmiz. 99 Hozir texnikani hozir 880 qancha bo'ldi? 299 ming. 299 ming so'm. Zo'r. Sizga Lekin mingdan ming rahmat rahmat, Manzura opa. duo Chunki bor shu qiling. ko'p insonlarning baxtli bo'lishiga, ko'p kasallarning sog'lom bo'lishiga sababchi bo'lasiz. Hozir mana qaynonam oldida yotibman. 1-2 kun oldin mikroinsult oldi. Hozir bir Shifo tomon o'ng bersin. oyog'i ishlamayapti-da. O'ng oyog'i ishlamayapti, chap oyog'i ishlamayapti. Ya Fattoh, ya Razzaq, ya Qadirni 1 stakan suvga kuchli ko'p o'qib bersangiz, o'sha ham ta'sir qiladi 1 stakan suvga. Ya Fattoh, ya Razzaq, ya Qadir. Mayli, rahmat Manzura opa, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Boringizga shukur sizni. Rahmat. Sog' bo'ling. Dalimova, mashhura. Ochdim mikrofoninglarni, qizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Assalomu alaykum. Ustoz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Mazangiz yaxshimi? Bayramlaringiz bilan o'tganimizga. Rahmat. Sizni ham rahmat. Tinchligingiz sog' bo'lsin. Ustoz, anchadan beri kuzataman sizni. Judayam ovozlaringiz yoqimli. Judayam hammaga mana yordamingiz tegibdi, shifo bo'libdi. Umringizda baraka toping iloyim. Rahmat. Ustoz, mana bitta haligi juda qiynaydi-da. Men necha yildan beri mana shu qanaqa desa bo'ladi, o'zim alohida ko'chib chiqqanman. Shunda shu hojatxona ko'raveraman, najaslanib, o'sha joyda o'tirganlarimni shunaqani ko'raveraman ustoz. Yoqasam duolarni o'qib yuraman, namozimni 5 mahal qoldirmayman. Haligi halol pok, haligi Xudo xolasa, haligi o'zimga ishonaman, endi bilaman. Juda haliginaqa yuraman, nimagadir ozodaman. Shunaqa ko'raveraman ustoz. O'shanga maslahatingiz kerak edi. Qadimlarni qilaman, misol uchun. Yo'qki. Yo'q. Shunga javobingiz kerak edi ustoz. YouTube'ga yozsangiz, men endi anaqa tushlar haqida bilmayman. Lekin YouTube'ga yozsangiz, YouTube'da umuman tualet ko'rgan odam bu baraka pul deganda endi shunaqa. Lekin agar bilmayman. Ovoz yo'qmi qizlar sizlarda? Kimda ovoz yo'q? Hammada bor-ku. Tak. O'shanga Ovoz yo'q. asmolaringiz bo'lsa, YouTube'da ko'rib nima qildim-u, haligi baribir men sizni alohida haligi nimalaringiz keladi. O'qib yurgani. Istagan asmongizni suvga o'qib ichgan paytingizda, dam solib ichgan paytingizda, Oyatul Kursi, Nos, Falak, masalan, Oyatul Kursini o'zini, Ixlosni o'zini alohida o'qigan paytingizda, bu baribir yo'llaringizni ravon, nurdan iborat qilishga, masalan, baxt yo'lingizni, baraka yo'lingizni ochishga yordam beradi-da. Yoki bo'lmasa istig'forni o'zini ham to'xtovsiz ochuvchi degan istig'forni o'zini o'qiganda, masalan, o'sha Ma'rifatnoma kitobida o'sha Ramazon Tolga ustoz, masalan, qaysi burchga, qaysi masalan elementi nimani
unsurda tug'ilgansiz, havo unsuridami, olov unsuridami, shularga ham qarab aytganlar-da. Endi man sizga hozir hech narsa deyolmayman. O'zingizga tegishli bo'lgan birorta o'zingiz masalan, menga Maryam surasi yoqadi, kimgadir Yusuf surasi yoqadi. Masalan, uni ma'nosidan tortib o'qilishigacha, talaffuzigacha yoqadi. Siz yuragingiz tortadigan nima bu? O'shani aynan o'shani topib, shuni yozsangiz, nima o'qib, bir stakan suvga o'qib ichsangiz bo'ladi, mashg'ulot. Inakiki manu tuzli suv deb hozir Sojid opaga aytdingiz-u, o'sha qanaqa edi? Men eshitolmay qoluvdim o'shani. Mana shu chatni hozir tashlayman, boshini eshitsangiz bo'ladi. Ha, bo'pti ustoz. Salomat Kerak. bo'ling. Rahmat ustoz. Salomat bo'ling. Qizlar, hammangiz rahmat, jonim, rahmat. Yaxshi dam olinglar, shirin tushlar ko'ringlar. Hammangizni yaxshi ko'raman. Ovoz yo'q deyishgan ko'pchilik, shuning uchun men chatni tashlayman. Hozir shu yerda eshitib chiqsanglar bo'ladi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yaxshilikda ko'rishganda ko'rishguncha. Manzur opa. Manzur opa. Manzur opa. Lappanglar, eshitaman. Qarang, sizga hozir qarang, bizda oqadigan suv yo'q-da. To'rpoqqa ko'ming, to'rpoqqa. Daraxt tagiga. Ko'mtam bo'ladi, 2 tuzda ham shakarda ham. Bo'ladi. Rahmat, sog' bo'ling.